Assalomu alaykum do'stlar. Orqamdagi bu chiroyli joy qayerda ekanligini bilasizmi? Bu chiroyli joy Kyumbuk Milliy universiteti. Kyumbuk Milliy universiteti 1946-yilda tashkil topgan. Hozirgi kunda bu universitetda 36 mingdan ziyod talabalar tahsil olib bormoqda. Universitet hajm bo'yicha juda ham katta hisoblanadi. Va bu universitet dunyoning top universitetlar ro'yxatiga kiradi. Koreyada esa top 10-o'ringa kiradi. Dunyoda esa top 500-550-o'rinlarni egallagan. Kyumbuk Milliy universitetida barcha sohalar mavjud. Gumanitar sohalar va boshqa sohalar barchasi mavjud. Bu yerda kontrakt narxlari ham arzon universitet hisoblanadi. Kontrakt narxlari $1,500 semestrga, $1,500 $3,000gacha, ba'zi sohalar undan ham yuqori yoki pastroq bo'lishi mumkin. Yiliga hisoblaganda $3,000 $5,000gacha yillik kontrakt narxi kelib chiqadi. Ko'rib turishingiz mumkin. Darslar davom etmoqda. Bugun juma kun bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda imtihonlar boshlangan va barcha shu imtihon tashvishlari bilan ovvora. Kyumbuk Milliy universiteti 1946-yilda tashkil topilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib, ya'ni 2026-yilga kelib, universitetning 80 yilligi nishonlanmoqda. Kyumbuk Milliy universitetining mashhur binolaridan yana biri Global Plaza deb nomlanadi va bu yerda ko'plab ajoyib narsalar mavjud. 17 qavatdan iborat bo'lgan bu Global Plaza binoyimizda universitetning arxitektonik modeli ham mavjud. Kyumbuk Milliy universitetining arxitektonik modeli. Bu binoda chet elliklar uchun maxsus darslar o'tiladi. Bu yerda ko'plab millat va elatlarni ko'rishingiz mumkin. Havo bugun bulutli va yomg'irli bo'lishiga qaramasdan, barcha harakatda, barcha imtihonlar bilan ovora. Shunday ajoyib joylar ham mavjud. Do'stlaringiz bilan bemalol hordiq chiqarishga, gaplashib va kelib tabiatni yaxshi ko'radiganlar uchun shu yerda dars qilish uchun shu joylar qurib qo'yilgan. Har bir universitetda bo'lgani singari bu yerda ham 24 soatlik magazinlar mavjud va o'zining oshxonalari mavjud. Bulardan biri GS25 haqida bugun gaplashamiz. Bulardan biri GS25. Ko'rishingiz mumkin. Magazin ham kichik bo'lishiga qaramasdan, bu yerda barcha oziq-ovqatlar mavjud va talabalar shu yerga kelib tushlik vaqtida tushlik qilishadi. Bu yerda turli xil ramyonlar, turli xil yogurtlar, pishiriqlar, go'sht mahsulotlari, go'shtni oldin ham ta'kidlab o'tganmiz. Biroz ehtiyot bo'lish kerak va ko'rishingiz mumkin kimbaplar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana turli xil ichimliklar va yarim tayyor ovqat mahsulotlari mavjud. Bundan tashqari magazinning ikkinchi qavatida ovqatlanish oshxonasi mavjud.
Bu yerda ko'chadan ko'ra arzonroqqa ovqatlansangiz ham bo'ladi. Bu yerda turli xil menyular mavjud. Bu yerda universitetimizning talabalari kirib, tushlik vaqtida ovqatlanishadi. Shular orqali onlayn zakaz qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, juda ham shinam. Shunaqa ochiq joylar ham mavjud. Tabiatni yaxshi ko'radiganlar va tabiat bag'rida tushlik qilishni yoki dars qilishni xohlovchilar uchun bu yerlar qurib qo'yilgan. Bundan tashqari, Kyumbuk Milliy universitetida chet ellik talabalar uchun imtiyozlar mavjud. Turli xil imtiyozlar va scholarshiplar mavjud. Scholarshiplar asosan o'qishga kirishda va o'qish mobaynida yaxshi baho olishingiz va yaxshi o'qishingizga qarab beriladi. Shulardan biri, imtiyozlarning biri bu universitet yotoqxonasi hisoblanadi. Bunaqa yotoqxona binolardan juda ham ko'p va shulardan biri haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Universitet haqida, yotoqxonasi haqida gaplashamiz. Hozir tushlik vaqti. Bu yerda ham ko'rsangiz yotoqxonada o'zining kichik magazini mavjud, ya'ni GS25. Hozir tushlik vaqtida yotoqxonaning o'zining maxsus oshxonasi ham mavjud. Bu yerda bemalol ovqatlansangiz bo'ladi va yana bir plus jihatini aytish yodimdan chiqibdi. Chet ellik talabalar uchun yotoqxona imtiyoz sifatida 4,5 oy, ya'ni bir semestr uchun tekinga beriladi. Bu yerda muzlatgichlar, turli xil ichimlik apparatlari va chet elliklarni ko'rishingiz mumkin. Va o'zingizga ko'plab do'stlarni orttirishingiz mumkin. Biz B1 qavatdamiz, ya'ni eng pastki qavat. Yotoqxona 9 qavatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, shuni 5-qavatigacha o'g'il bolalar yashashadi. 6 va 7, 8, 9 da esa qiz bolalar. Shunday alohida ajratib qo'yilgan. Bundan tashqari universitetning o'zining fitness klubi mavjud. Bemalol bundan ham tekinga mutlaqo foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turganingiz bu yotoqxona fitness hisoblanadi. Bu yerda ham trenajyorlar va gantellar, kardio uchun maxsus joylar mavjud. Kelib bemalol mutlaqo tekinga foydalanishingiz mumkin. Onlayn bozorlardan buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz va qandaydir mahsulot sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga xuddi mana shu xonaga mahsulotingiz keladi, ya'ni tekbeshil yetkazib berish xonasi mana shu joyga keladi. Ko'ribsiz, mana yuklar turibdi. Bunga siz o'zingizning maxsus kartangiz orqali urib kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana dushib olib kiryapti. Tekbeshil hisoblanadi. Vaqtlari qachon ovqatlanishingiz, ertalabki ovqat qachon, obeddagi va kechki ovqat vaqtlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kirganingizda agar siz ovqatlarga registratsiya oldindan qilgan bo'lsangiz, kartangiz orqali parol yozib kirishingiz mumkin. Agar siz oshxonasiga registratsiya qilmagan bo'lsangiz, shunaqa apparatlar orqali pul to'lab, kupon olib, do'stlaringiz bilan yoki o'zingiz bemalol kirib ovqatlanishingiz mumkin. Kirganingizda bugungi sana bo'yicha ovqatlarning menyulari turadi. Va siz yana yemoqchi bo'lsangiz bemalol olib yeyishingiz mumkin, lekin bu yerda ham shu gap, ovqatlarni olayotganda albatta ehtiyot bo'lib olishingizni tavsiya qilib qolamiz. Har doim ehtiyotkorlik bilan ovqat masalasiga to'xtalishingizni so'rab qolamiz.
Bu yerda ko'rishingiz mumkin, talabalar hozir kam, chunki tushlik vaqtidan o'tib ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Asosan 12 soat 12larda kelib tushlik qilishadi. Shunaqa sharoitlar yaratib qo'yilgan talabalar va o'qituvchilar, professorlar uchun shunaqa parkovkalar yaratib qo'yilgan. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu Koreya politsiyasi hisoblanadi. Qandaydir muammo bo'lgan shekilli. Shuni hal qilishyapti. Do'stlar, videomiz hajmi katta bo'lib ketgan sababli videoni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarimizda Koreyada ish, qanday qilib ish topish va boshqa masalalar bo'yicha qo'ldan kelgancha maslahatlarni beramiz. Barchangizga rahmat. Obuna bo'ling va yaqinlarga tarqatib qo'ying. Barchaga rahmat.